Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida, Rishton shahridamiz. Xonadon uchun 50 kilovatli quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yishni boshladik. Karkaslarimiz boshlandi. Shunaqa qilib tekis qilib, chiroyli qilib, mustahkam qilib, baquvvat qilib qilinyapti. Karkas qismimiz, tomimizni bu qismiga boshladik. Tomimiz narigi qismi ham turibdi, qismiga keyin boshlaymiz. Bundan keyin bu qismni tayyor qilib, tomimizda joy katta. Xudo xolasa bemalol 50 kilovatimizni joylashtirib olamiz. Bu yerga panellarimiz Jinko bo'lyapti. 620 vatli inverterimiz Sangron degan inverter bor ekan. Inverterdan xonadon egalari shuni xohlashdi. Shuni qo'yib chiroyli qilib zashtalaridan ustunovka qilib beramiz. Kuzatishda davom etib turasizlar. Sizlarga bosqichma-bosqich ko'rsatib o'tamiz hammasini. Panellarimizni joylashtirib oldik. Karkas qismlarimizni ko'rishlaring mumkin. Shunaqa baquvvat, sifatli qilib qilindi. Bu xonadonda oldin ham quyosh panel o'rnatishgan ekan. Buni ko'rib, effektini ko'rib, xonadon endi birato'la 50 kilovatli quyosh elektr stansiyasini qilib berishimizni so'radi. Mana chiroyli qilib ishlarni bitkazdirib berdik. Optimal tiniq ko'rinadigan joyi shet ekan, tomda mana shu qismidan turib sizlarga ko'rsatyapman. Panellarimiz Jinko ikkita tomonlamali 620 vatli panellar. Pastda inverterimiz Sangron. Pastda ham montaj jarayonlarini ko'rib o'tasizlar. Montaj bo'lyapti mana. Kabellar tashiyapmiz, PV kabellarni, konnektorlarni ulab, hammasini bir qatordan, bir boshdan chiroyli qilib amalga oshiryapmiz. Pastda xudo xolasa sizlarga montaj jarayoni, keyin undan keyin ishga qo'yib, xudo xolasa hammasini ko'rsatib o'tamiz. Pastda montaj ishlarimiz bo'lyapti. Mana shunaqa Sangron inverterlar mana o'rnatildi. Sifatli. Kirishlariga albatta biz asi tomonlariga mis kabellardan foydalanamiz. O'zini zazimlinalari to'liq amalga oshirildi. Maxsus PV kabellari mana, perinapряжение, doimiy tok avtomatlari. Biz ushbu obyektimizni xonadon egalariga barcha xarajatlar ichida loyihalari bilan birgalikda 170 million so'mga topshiryapmiz. İşlarimizni yakuniga yetkazdirdik. Inverterimiz monitoring sistemasini ham qilib berganmiz. Albatta inverterda o'zini tablosida faqat shu normal default rejimini ko'rsatib turadi xolos. Shuning uchun обязательно monitoring sistemalarini qilib berganmiz. Necha kilovat ishlab turibdi, hammasi ko'rinib turibdi bu yerda. İşlarimizni mana shunaqa sifatli amalga oshirganmiz. Shitlarimiz ichini ko'rsatib o'taman. Shitlarimiz ichi har doimgidek o'zini zashtalari, perinapряжение, keyin обязательно avtomat, doimiy tok avtomati bu. 25 amperli 1000 voltli mana. Hammasi mana shunaqa sifatli chiroyli amalga oshirildi. Zazimlanish ishlari обязательно bizda bo'ladi. Ishlarimiz mana shunaqa sifatli amalga oshirildi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa sifatli ishlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Biz sizlarga mana shunaqa sifatli ishlarni hamyonbop narxlarda amalga oshirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ko'rib turgan telefon raqamlaring bilan bog'laninglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.